To'rtta narsamiz 3 milliondan 2 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. Do'stlar, xudo xolasa videomizni o'tkazib olmaysizlar. Sizlarga ajoyib yana aksiyada ishlarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, sizlarga bir chekkadan tushuntirib beraman. Bu yerda lulkamiz, tumbichkamiz, tay kravat bo'ladi. 3 talik narsa. Undan tashqari shkafni ko'rsatib beraman. Xo'p, panejimizning ichida qo'shib beriladigan pashaxonasi, to'shaklari, bolani pampers alishtiradigan, yo'rgalaydigan. Undan tashqari 100% maloshli, mebelniga maloshli kombinatsiya bo'lganimiz. Xo'p, shkafimiz ichini avval qilib beraman. Qanotimiz ichida 2 qator vishilkasi bo'ladi. Eshiklari davodchi holatda. Bir qanotimiz ichida 2 qator polkasi 3 etajli bo'ladi. Undan tashqari tayda tortmalari bor. Xo'p, bu yerda aytib o'tgan 4 ta narsamiz 3 milliondan 2 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. Lulkalarimiz tebranadi mana bu ko'rinishda. Buni biz pastga tushirsa ham, pastda ham tebranadigan holatda bo'ladi. Tayda kravat. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsa 1.70 ga, yoni 65 lik bo'ladi. Shkafimiz eniga 1.20 lik, balandligi 1.90, yoni 38 sm bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Murojaat uchun nomerlar qoldiramiz.